Havoni sovuqligi. O'rindiq ham sovib ketibdi. Voy. G'ilof olmasak bo'lmaydi o'rindiqqa. Qish kelishi bilan mashinani muzlab qolishi o'zini yo'liga eng og'riqli nuqtalardan biri o'rindiqlarning muzlab qolishi. U juda ham ko'pchilikni qiynaydi. Shuning uchun men sizga Everestni mashhur g'iloflaridan tayyorlab qo'ydim. Bularni nafaqat naqd pulga, balki muddatli to'lovga ham xarid qilishingiz mumkin. Ha, endi kelib bitta o'rindiqni o'zini olib ketmaysiz. Antiradarlar, magnitofonlar, rullar, avtomashina uchun kerak bo'ladigan aksessuarlarni ham 3 oydan 18 oygacha bemalol muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Eng qizig'i, sizga maxsus bonuslar ham taqdim etiladi. Nima bonusligini Turkiston muddatli savdo do'koniga kelganingizda sizga tushuntirishadi. Bu bonuslar sizni albatta xursand qiladi.